Assalomu alaykum Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Sizlar bugun mana boqilayotgan shu go'zallar ko'rib o'tamiz. Jonivorlar mana hozir ertalab yemi berildi. Bu biroz oshirib qo'yibdi mana. Yaqinda tish tashlagandi bu, endi tishi chiqyapti. Shu hisobiga ozgina oshirib qo'yapti jonivor. Lekin shukra yorgandan keyin o'zgarishi ancha yaxshilandi. Hozir ham ko'rishingiz mumkin, mana ham tulab, tepalari, yelkalari to'lyapti, qo'llari, bo'yinlari. O'zi old orqa bir xilda yo'g'onyapti hozir. Jonivor yaxshi, xudo xolasa. O'zi har qanday mol shu kura yorgandan keyin o'zgarishi ancha yaxshi bo'lar ekan. O'zi hali misol yemlayman, 3-4 oy baqaman degan odam shu kura yorishga yaqin shunaqa bo'zayni olsa, bitta ashi baxsh davomida kura yorsa, u ancha o'zgarilib, rivojlanib yo'g'onab ketar ekan. Shunga shunaqa mol olinsa o'zi yaxshi ekan. Bu ham o'zi olinganda shunaqa vaqtda edi. O'zi olinganiga 40 kun, 45 kun bo'lyapti, ja ko'p bo'lmadi. 50 kun bo'ldi shekilli, nasib bo'lsa. Bu mana yaqinda kura yordi, o'zi ungacha ham bir xil o'zgarib kelyapti. Bu kura yorgandan keyin yana ham o'ziga qo'shishni boshladi. Ko'rishingiz mumkin, mana jonivor bo'yinlari, qo'llari mana o'zi bir xilda yo'g'onyapti. Eti ham rosa bo'sh bo'lib qolgan. Alloh barakasini bersin, yaxshi ketyapti. Orada bunga ham bir qo'tir chiqdi. Qo'tir chiqqaniga shu dorilarni qildi. Yaxshi hozir, xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Xudo xolasa kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat.